U paytlarda telefonlar yo'q edi. Lekin kunora yaqinlarning uyiga borib ulardan xabar olib turardik. U paytlarda kompyuter o'yinlari ham yo'q edi. Lekin har kuni mahalladosh do'stlarimiz bilan ko'cha changitib to'p tepardik. U paytlarda uyda chiroq o'chib qolsa ham ayu xannos solib dodvoy qilmasdik. Chunki sham yorug'ida otamiz bizga turli xil hayvonlarning soyasini ko'rsatib berardilar. U paytlarda internet degan narsa bo'lmasdi. Balki shu sababli bolasini sotgan ona, qo'shnisini o'ldirgan yigit, volidasini ota-onalar uyiga olib borib qo'ygan farzand yoki bolalarni 9-etajdan tashlab yuborgan ona haqidagi gaplar bizga begona edi. U paytlarda televizorlar ko'p bo'lmasdi. Ammo qo'shnilar bilan birga bitta joyda o'tirib kino ko'rardik. To'g'ri. U paytlarda juda ko'p narsa bo'lmasligi mumkin edi. Ammo eng asosiysi insonlarda mehr bor edi. Mehr.